Sen aytyapsan, rahmatulloh. Bir odamni kofir bo'lganligini qayerdan bilamiz deb savol berding. Ana yoningdagi bitta ko'r murid o'zini iqrori olinadi dedi. Lekin iqrorda olishmading. Men hech qachon o'zimni kofirman deb iqror bo'lmayman. Meni iqrorimsiz ham lekin kofir deb e'lon qilding. Qanaqa bu? Qanaqa o'yin bu endi? Qanaqangi shariat bu senlarning shariati? Xohlagan tomoningga burib, xohlagan gapingni gapiraveradigan, xohlaganingcha hukm qiladiganmiz shariating. O'yinchoq qilib olganmisan senlar. Bu aniq Allohning shariati emas bu. Bu senlarni o'zlaringni uydirib olgan shariating bu. Buni Alloh taolo bizga bildirdi mana. Senlarni asl basharalaringni, aslida qanaqa odamligingni mana Alloh taolo bizga bildirdi. Ilm borasida ham nol, hech narsaga yaramasligingni, o yoningdagi ko'r muridlar ham bir tiyinga qimmatligini Alloh taolo bildirdi. Alhamdulillah. Alloh bizni qadamlarimizni sobit qilsin. Senlarga Allohning la'nati bo'lsin. Amin.